Pinduoduo ilovasini o'zidan videolarni to'g'ridan-to'g'ri platformani o'zidan turib yuklab olishni iloji yo'q. Sababi platforma onlayn xaridlar uchun mo'ljallangan. Lekin ba'zi hollarda, ya'ni mijozlarga mahsulotni videolarini ko'rsatish uchun yoki reklama roliklarini ko'rsatish uchun bizga videolari zarur bo'lib qoladi. Ana shunday hollarda siz ekranni yozib oluvchi ilovalardan foydalangan holda videolarni yuklab olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ko'pchilikni telefonida o'zi ekranni yozib oluvchi, demak shunaqa zapis ekran degan funksiyasi bo'ladi. Mana ko'rsatib turibman. Shu funksiya orqali ham siz yozib olsangiz bo'ladi. Bu iPhone'larda ham, Android telefonlarda ham deyarli barchasida mavjud. Agar sizda yo'q bo'lsa, demak Play Marketga kirib yoki App Store'ga kirib, ikkita yaxshi sifatli videolarni sifatli qilib, audiolarni ham sifatli qilib yozib oluvchi ilovalar mavjud. Xuddi shunaqa qilib, demak poyezdga yozib olasiz. Men yozgandaqa qilib tepada ko'rsatib turibman. Shundan keyin sizga turli ekranni yozib oluvchi ilovalarni chiqarib beradi. Shulardan eng yaxshilari, demak mana yozuviga e'tibor bering. Boshida AZ deb yozilgan. Ana shunday yozuvli ekranni yozib oluvchi ilovani yuklab olsangiz bo'ladi va yana bitta ikkinchi xil turi bor. Unda X deb qo'yilgan yoniga. Ana shu ilovalarni, demak ekran yozuvchi ilovalarni yuklab olib foydalansangiz bo'ladi. Buning uchun demak ilovani yuklab olib, o'rnatib, keyin videoni qo'ygan holda yozib olasiz. Faqat buni minus tomoni, videoga olayotganingizda ekranning hamma tomoni videoga tushib qoladi. Ya'ni narxlari, yuqori qismlari va pastki qismlari ham videoga tushib qoladi. Buni oson yo'li, demak, avval zapis qilib olib, keyin tepasini, pastlarini qirqib tashlab foydalansangiz bo'ladi.